Qashqarga necha qatim keldim, lekin xizmatning aldirashchiligida urug' tuqqanlarning uyiga borgandek vaqt chiqmadi. Bugun mana o'zimiz qilgan kavchay yangdan birini elib, yaqin urug' tuqqanlarni yo'qlab keldim. Bu yoq bo'lsa Qashqar Koni shahridagi opamning singlisi bo'ldi, ya'ni bir qo'saq singlisi. Mening kichik opam. Men tug'ilgandan tortib, kichik vaqtimdan tortib meni ko'tarib cho'ng qilganlarningki birsi. Men mushu uyga kelsam, mushu urug' tuqqanlarim bilan ko'rashsam doim nayt xush bo'laman. Bo'libmi mushu tuqqanim nayt oq ko'ngil, oddiy sodda, qandoq bo'lsa shundoq. Bu uyning darvozasini tortib o'ylasa toki uyga kirgicha oddiy bo'lgan bilan lekin nihoyat mehr-muhabbatga to'lgan. Mabalning bir yerlari qarab birisiga o'xshatdinglarmi ya? Bu uyga tuyuqsiz kirib oddiy soddalar mehmon bo'lib qaytma degan o'yin bordi. Sho'nglashqimi hech kimga demagan, faqat opam qil degandim. Opam telefon qo'yibdi, mana burmoch tayyorliqlarni qilib, bizni saqlab taqolab turibdi. Uning ustiga oldin qitimlarda doim kelgan chaqda bir to'xva hozirla so'yab akirma deb chiqib ketib qo'ydi nachin so'yitib olgan. Uning ustiga bu Qashqarning mehmondorchiligi nihoyat o'zgacha, bir xil tomoq bilan uzatmaydi. Uning keyindan buni, buning keyindan uni. Har qitim kelgan chaqda ikkili tuqqanimizniki kirsa Qashqardan ketkichi qo'saq ashmaydiganlik qilib qo'ydi. Mening kichik vaqtimda ishlarni burun qishlarni deb o'tdasak mana Navrlarning shin kunidan birisi kirdi, yangi tug'ilgan ekan. Uzun bo'pti ekan mundaq allay ko'rib baxmag'ini. Bizning bolalarning eng kichikimi 9 ga berib qolganlik uchun ma'allay bizga va bizning bolalarga nihoyat yengillikdek tuyuldi. Tug'ilganiga texnet joyim bo'lmagan, amdil yangi tug'ilgan allaymi bizni ko'rib mana mundaq kulib ketadigan gap. Uning ustiga bizning bolalarning opsimi kichik bolaga nihoyat amroq. Sho'nglashqimiki bir munch tug'ib bizning oilaningki odamga liq to'shishiga jiq to'p qo'sh. Biz mayaqma allay bilan to'g'ri o'ynashmasak bizning bolalarning baqis kelib ketdi. Bu allayni qo'liga iliblam, dada manda allaydan bizga birini tappiring deydi. Va buni nerdan topmiz desam, nerdan topgan bo'ladi deydi. Bozordan desam, unda yakshanba kuni berib birini olayli deydi. Endi qo'lni rasmiy yo'q Qashqarcha mehmon bo'lishga boshlaymiz. Birinchisi uyga kelgan mehmonlarga cho'qim navatni choy damlash kerak ekan. Ya'ni oq navat emas, cho'qim seriq navat. Mana aylantirib hammaylarga bir taldan navat silib keldi. Lekin bu navat choymi intayin ichishlik bo'ldi ekan. Bu Qashqarningki bug'diy tatliqmi yoki uyda yoqqandan bo'g'achqa shundaq yeyishlikmi, menamni ajoyib yoqtirdim. Burun men xeli cho'ng restoranlarda, cho'ng oshxonalarda xeli nochi bildigan odamlarimiz bilan birga tamoq yeb boqqan. Nemishqaki mushu navat choyga bugünkidek buğdaylarni tugurib yeganchilik xo'shal bo'lib boqmabdi. Sababini biladigan do'stlar bo'lib qolsanglar ayrim yezinglar inkos rayoniga o'rtoqlashib boqaylik. Paranglashsaqmi 5-6 tig'iz gap qilamiz. 5-6 tig'iz gapning ichida cho'qim bir kulki bor. Nihoyat xo'shallik bor. Menlam shunda xo'shal bo'ldimmi ketsam, bolalarning opasimi nihoyat xo'shal xuram ekanligini so'zlab o'tdi. Doim aytlardi mushu urug' tuqqanlarni yo'qlab kelamiz, patlab kelamiz deymiz, lekin kep bo'lolmaymiz. Chunki biz tog'ning oyoq tarafida, bular tog'ning bu yoq tarafida. Nim bo'lsin ish qilib bugun bizga yettaklan bir to'yg'u bo'ldi. Birdamgichilar bizning urug' tuqqanlar anglab bir-birdan kelib uy to'shashga boshladi. Bizning urug' tuqqanlarning ichida mening yonimda o'tgan ajoyib qiziq gap qildi. Biz G'o'ljada yumurlarda anglaydigan Qashqar Koni shahrining gapini zodi o'zi tili chiqqandan tatib shunda deydigan. Bu boshqalarni do'rmaydi, ammo degan gaplarning hammasi tizib olgandek naq joyiga ichidan chiqadi. Boshqalardan anglagan Qashqardagilarningki tilning tagida tili bor degan gapning ma'nosini mushu tuqqanimning gapini anglab tushunib olaman. Ondan bizning jamiyatda Yoqub ismliklar xili bor. Buvamning dadasining ismi Yoqub ekan, shunga bizning jamiyatdagi qaysining do'lisini tutib isming nima desa Yoqub deb soladi. Yoqub. Yoqub. Cho'ng Yoqub. Men kichik Yoqub. Shuning bilan Qashqarningki mehmon uzish qoidasi bo'yicha u tomoqning keyindan bu tomoqning keyindan u tomoqni bir necha xil tomoqni yeb mehmondorchilikni tugatib bo'layli deb qoldik. Mehmondorchilikmi tugaydi, lekin bizning qo'saqning bekoyiri allaburun tugab bo'lgan. Lekin bizning urug' tuqqanlar hargiz buningga yo'l qo'ymaydi. Cho'qim shuni yegizgan. Bizningmi bo'pti deyishdan boshqa faqatla amalimiz yo'q. Shunga ko'nlarning gapi bo'yicha yaxshi tomoq ishib qolgacha yomon qo'saq etilib ketsin deb o'ltirib yevadik. Samsining keyindan cho'chura, kavob, ananiki qaranglar, mavtiq suvda pishgan go'sht. Manda yeydigan ish bo'lmaydi. Ondan bolalarimizga urug' tuqqanlarimizni ravurs bir tanishtirib o'tgandan keyin talaga chiqib xo'shlashish uchun mangdik. Hamda bugungi filmdagi oxirgi xulosa urug' tuqqan izdasi tuqqan ekan, bo'lmasa yat bilan o'xshash bo'lib qoldi ekan. Shunga urug' tuqqanlarimizni pat yo'qlab turishimiz kerakligini qaytadan his qildim. Ham bugungi so'rinimizdan nihoyat xursand bo'ldim, xush bo'ldim. Filmni oxirigacha ko'rgan do'stim, bugun siz mavlogimni ko'rgandan keyin nimani his qildingiz? Yurakni besib o'tib inkos rayoniga 5 raqamini yo'llagach o'zingizning o'ylaganlarni inkos rayoniga yozib qo'ying, birlikda o'rtoqlashaylik. Ata Qashqardagi yana boshqa yaqinlarimizni yo'qligini boraman. Davomiga qiziqadigan do'stlar meni guanjo qilib oling. Xayr xo'sh.